Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana bugun sizlarga egiz qo'yni zo'rdan-zo'r udardan ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'y birinchi qoringa egiz tuqqan, bolalari yonida. Onasi ham tayyor bo'g'oz, ikkita bolasi ham tayyor bo'g'oz. Onasining tishi 4 tish, bolalari hali tish buzmagan qo'zilar. Ikkalasini ham, uchalasini ham yenilari yarim-yarim. Mana gap so'z isboti bilan mana yelinchilarini ko'rsangiz ham bo'ladi. Bolasining yelini bu. Onasi 4 tish, bolalari hali qo'zi. Egiz tug'adigan qo'y. Juda ham barakali, mana ko'rib turibsizlar o'zlaring. Ikkita bolasi ham tayyor bo'g'oz, o'zi ham tayyor bo'g'oz. Qo'yimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, past nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasiz. Mana qo'ylarimizni orqa oldidan bir aylanib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bolalari hali qo'zi. Bolalari ham tayyor bo'g'oz, birinchi tug'ishga, onasi ikkinchi qoringa ham tayyor bo'g'oz. Garantini. Qo'y olaman, boqaman, bolasidan olaman degan ko'kalarimiz uchun zo'rdan zo'r udar, mana egizchi qo'y. O'zi ham tayyor, bir kunda